просто o'ynaydigan joy. Voy. Voy. Voy, nima bu? Buncha katta. Voy, men gulni qara, voy xudoyim, rahmat. Kelolapamda o'qiyman deb niyat qildim. Shu kunga yetkazgan ekan. O'qidim, bergan bilimlari juda ham super bomba. Gulhayon, Qashqadaryodanman. Hilol opamni anchadan beri kuzatib yurardim. O'zim masal sohasiga qiziqib yurardim. Hilola Yakubovani Instagramda o'yinlarini kuzatib 50% skidka yutib oldim. Keyin Instagramda o'yin o'tkazgan ekanlar. 50% skidkali kurslarni yutib oldim. Hilol opamni bilimlari juda ham kuchli bo'lgani uchun 1 yildan beri niyat qilyotgandim. Ularni ham kurslarda o'qishim kerak deb niyat qilib yurardim, lekin hech ham vaqt topa olmasdim. Har doim vaqt topganda mablag' topa olmasdim. Yo'q unisi, yo'q bunisi bo'lardi. Qarab tursam, aksiya qilayotgan ekanlar. O'sha 50% skidichni aksiyalarga men yutib oldim. Ayniqsa logo massaji, o'zim logo sentrda ishlaganim uchun juda ham kuchli bilim berdilar. Logo massaj to'g'risida ham ancha-buncha pedagoglar o'rganadigan bilim berdilar. Rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Men bu o'yinda ishtirok etdim va bepul kursni yutib oldim. Mana ko'rib turganinglardek o'qib ketyapman. Haqqoniy ekan o'yini, lekin rosa ham maza qildik. Juda xursandman olgan bilimlarimdan. Taassurotlarim juda zo'r. Olgan bilimlarimdan juda ham xursandman. Yangi kasb Maza qilib o'qib oldim. Bilimlarim yanada ziyoda bo'ldi. Uning uchun Hilol opamga kattakon rahmat aytaman. Avvalambor onalarga kattakon rahmat. Shunaqa zo'r qizni voyaga yetkazganlar. Birinchidan juda ham o'zlariga ishonadilar. Ikkinchidan bilimlari juda ham kuchli ekan.